menga hech kim qilib bermaydi nonushta. Foydasi bo'lmagan va bu meni nolishdan. Qo'rqma hayotda o'zingnikini olishdan. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar hamda kuzatuvchilar. Bugungi bizning yangi mavzuimiz ishga doir masalalar. O'quvchilar, ish nimaligini o'zi bilamizmi? Ish bu o'quvchilar biz qandaydir quvvat yoki ish unumdorligi bilan qanchadir vaqtda qiladigan narsamiz ish hisoblanadi. Misol uchun biz aytaylik g'isht teryapmiz yoki masalan aytaylik narsa toshyapmiz yoki masalan mana aytaylik men nima qilyapman sizlarga dars o'tyapman. Mana shu ham o'quvchilar ish unumdorligiga qarab ishni qanchaligi bo'lib chiqadi. Demak, qaranglar, bu o'quvchilar qancha vaqtda qilganimiz yoki bunisi nima qanday tezlikda qilganimiz. Ish unumdorligi desak bo'ladi, tezlik desak bo'ladi, quvvatimiz desak bo'ladi va hokazo yana bir ikkita qo'shimcha nomlar bilan atashimiz mumkin. O'quvchilar, kitobimizga qaraymiz. Birinchi misolda aytayaptiki, ishning deyapti 1/4 qismini bajarilsa deyapti. Qanday qismi bajarilmay qoladi? O'zi 1/4 qismi bajarilyapti. Demak, o'quvchilar ishni jami 4 ga bo'libdi-da. Bir qismi bajarilib, 4 dan 1. Endi qanchasi qolar ekan? 3 tasi, ya'ni 4 dan 3 qismi. Bu bo'yicha menimcha savol yo'q, to'g'rimi? Yaxshi, unda keyingisiga qaraylik. Uchinchisi, Botir birinchi kuni ishning 1/2 qismini, ikkinchi kuni qolgan ishning 1/2 qismini bajardi. Ishning qancha qismi bajarilgan deyapti. Qaraylik. Botir birinchi kuni ishning 1/2 qismini bajardi. Ya'ni yarmi ketdi. Endi ikkinchi kuni qolgan ishning o'zi qancha qoldi? Yarim ish qolyapti. Shuni 1/4 qismini bajardi. Qaraylik. Buni chizma yordamida sizlarga men tushuntirib beraman. 3-misol qaraylik. Xo'sh. Botir birinchi kuni ishning 1/2 qismi. Ishni qaraylik, mana bu dumaloq shaklda deb o'ylaylik. Mana endi buni yarmini bajardi. Yarmi ketdi. Qolgan qismi qancha qolyapti? Yarim. Ana endi bu birinchi kuni edi. Endi ikkinchi kuni deyapti. Qolganining qancha qolgan edi? Yarmi qolgan, to'g'rimi? Shuning 1/2 qismi. Bu yana yarmini bajardi. Ana endi bizga savol beryapti. A shartida ishning qanday qismi bajarildi deyapti. A shartini qarang. Ishning o'quvchilar o'zi bunday qilib olsam 4 ga bo'lingan holati bo'ladimi? Shundan buni bitta bo'lagi qolyapti. Mana bu bajarildi, mana bu bajarildi, mana bu yerda bajarilyapti. Natijada 4 ta bo'lakdan 3 tasi bajarildi. Endi ishning qanday qismi bajarilmay qoldi deyapti. B shartida mana bu bitta qismi 4 tadan. Bu bo'yicha savol bormi? Demak, o'quvchilar bitta narsa, bu har qanaqa son bo'lishidan qat'iy nazar bajarilgan va bajarilmay qolgan ishlarni nisbatlarini o'sha ikkalasini, ya'ni qismlarini qo'shganimizda har doim eslab qolamiz, bir chiqadi. U masalan xoh masalan million marta bo'lib qilingan bo'lsin, xoh masalan 3 marta, xoh 5 marta, xoh 10 marta farqi yo'q u narsa. Demak, keyingi misolga qaraylik o'quvchilar. 7. O'quvchi 2 kunda 75 ta masala yechsa, 30 kunda nechta masala yechadi? Bu juda oson. 2 kunda yechgandan keyin bu 15 marta ko'p bo'ladimi? Demak, ana u nechta yechyapti? 75 ta. Shu 75 ta ham shunchaki 15 ga ko'paytirib qo'ysa kelib chiqaveradi. Aql hisobda. Xo'sh, 13-si 20 ta ishchi birgalikda ishlasa, 10 kunda ishni tugatadi. Agar ishchilar soni 5 ta orttirilsa, ish necha kunda tugatiladi? Buni bitta ishlab beraman, keyin qolganlarini shunga bog'lab ketaveramiz. Qaraylik, 13-si. Demak, 20 ta ishchi, demak 20 ta quvvat desak ham bo'laveradi. Ya'ni 20 ni ko'paytiramiz, 10 kunda bajarar ekan. Bu jam bo'lib 200 bo'lyapti. Ishni aytaylik 200 ekan deymiz. Ana endi agar ishchilar soni 5 taga orttirilsa, o'zi 20 ta edi. Endi bu 25 ta bo'lsa deyapti. Necha kunda tugatiladi? X. Ya'ni 200 dedi o'zi o'sha ish. Natijada x ni topish uchun 200 ni o'quvchilar bo'lamiz 25 ga. X teng o'quvchilar necha kelib chiqadi? 8. Necha kun ekan? 8 kun. Oldin necha kun edi? 10 kun. Nimaga bu 8 kun bo'lib qolyapti? Chunki mana bu ishchi kuchi oshyapti. Shuning uchun bunisi kamayadi.
Bunisi oshsa, bunisi kamayadi. Bunisi oshsa, bunisi kamayadi. Tushunarlimi? Yaxshi. Demak, keyingisiga qaradik. 17. Ilhom 2 soatda 45 metr kvadrat yerni, Aziz esa 3 soatda 65 metr kvadrat yerni yumshatishadi. Kimning ish unumdorligi yuqori? Ya'ni qaysinisiga masalan bitta ikkita o'rtoq bor ekan, bittasi 2 soatda 45 metr kvadrat yerni ag'darar ekan, ikkinchisi esa 3 soatda 65. Buni topishda ikki xil usul bor. Birinchi usuli ikkalasini ham 1 soatda qancha qilganini topib olamiz. Ikkinchisi ikkalasini ham bir xil miqdordagisini topib olamiz. Bizga hozirgi paytda masalan 45 ni 2 ga bo'lsak, 65 ni 3 ga bo'lsak, ya'ni qanaydir kasr soni, yarimtak sonlar chiqib bo'lsa qiynaydi. Undan ko'ra biz boshqacharoq usul qilamiz. Qaraylik, 17 ni ko'rib beramiz. 17. Demak, Ilhom 2 soatda 45 ekan. Nargiz Aziz esa 3 soatda 65 ekan. Endi biz shunday qilaylikki, yo monolari bir xil holatda bo'lib qolsin, yo monolari bir xil holatda bo'lib qolsin. Biz monolarni bir xil qilganimiz yaxshi. Aytaylik, ikkalasini ham 6 qilaylik. 6 bo'lish uchun buni nechaga ko'paytirishimiz kerak? 3 ga. Bunisini esa 2 ga ko'paytiramiz. Demak, buni 3 ga ko'paytirsam, natija nimaga teng bo'ladi? Bunisi 6 bo'lishi aniq, bunisi ham 6 bo'lishi aniq. Lekin mana buni ko'paytiramiz. Bu 135 bo'ladimi? Bunisi esa 2 ga ko'paytirganimiz necha bo'ladi bu? 130. Ana endi 6 soat haqida gaplashamiz. 6 soatda Ilhom 135 ag'darar ekan, Aziz esa 130 ag'darar. Qaysi biriniki bizga ish unumdorligi yaxshi bo'ladi? 135. Albatta bu nima ekan? Ilhomniki. Savollar bor. Hozir bunday qilsangiz ham chiqadi. 45 ni 2 ga bo'lsangiz o'quvchilar 22,5 chiqadi. Buni bo'lsangiz qandaydir masalan agar bu 63 bo'lganda 21 butun, yana nimadirlar chiqadi. Buniki ko'proq ekanda buni olasiz. Bu usul ham bor. Lekin mana bu usul boshqacharoq. Ya'ni yarimtak sonlar bilan ish qilmaysiz buni. Xo'sh, keyingi misolga o'tamiz o'quvchilar. 21. Sug'orish apparati 1 soatda 0,8 ga, ya'ni 0,8 gektar yerni sug'oradi. Fermer 3 ta shunday apparat bor. Kuniga 10 soat ishlasa, 2 kunda qancha yer sug'oriladi? Demak, 1 soatda buncha bo'lsa, 3 ta shunday bo'lsa, 3 ga ko'paytiramiz. 0,8 3 ga ko'paytirsak, necha bo'ladi? 2,4 o'quvchilar. 1 soatda 2,4 sug'orilsa, 10 soat ishlasa, demak 24 ishlanadi. 24 deyapti, necha kun deyapti? 2 kun. Demak, 24 ga ko'paytiramiz, 48. Hisob-kitob. Keyingisi, meshdagi suv Akbarning o'ziga 9 kunga yetadi, Kamronning o'ziga 6 kunga yetadi. Ularning ikkalasida suv necha kunga yetadi? Ana bu qiziq misol. Ana buni ko'ramiz. 24 qaradik do'stlar. Qandaydir o'sha suv, o'sha ikkalasiga masalan 1 litrdanmi, 5 litrdanmi, 10 litrdanmi suv berilsa, Akmalning o'ziga 9 kunga yetadi. Demak, 9 kunga yetar ekan. 9 ko'paytirilgan n1 deymiz. Ya'ni birinchisini nimasi? Suv chanqash nimasi? Quvvat. Misol uchun mana men bir kunda masalan 1 litr suv ichib mumkin yoki ish qilsam yoki boshqa qilsam undan ko'p ichishim mumkin yoki boshqa holat degandek. Endi keyingisi o'sha A faqat endi bunisiga necha soatga yetar ekan? 6 kunga yetadi deyapti. Faqat bu n2 bo'ladi. Buniki bilan buniki farq qiladi. Ana endi deyapti. Qaranglar, diqqat bilan. A teng deyapti. Mana bu ikkalasi birgalikda ichsa deyapti. Necha soatga yetadi? Mana bu t ni so'rayapti bizga. Necha kunga aniqroq. Xo'sh. Endi o'quvchilar shablonni yaratib olgan bo'lsak, shu bo'yicha ishlaymiz. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun o'quvchilar tayyor formulalar ham bor. Faqat formula qayerdan kelib chiqqan, shuni bilishimiz kerak. Buni topish uchun mana bu n1 ni topib olamiz. Tepadan pastdan esa n2 ni topamiz. Va natijada mana bu n1 bilan n2 ni o'rniga qo'ysak, a ga bog'lanishli tenglama bo'lib qoladi t bilan. A lar keyin qisqarib ketib qoladi, natijada t ga bog'lanishli tenglamachi bo'lib qoladi. O'sha yerdan t ni topsak, qancha vaqtdalik kelib chiqadi. Demak, n1 ni topamiz. n1 imiz o'quvchilar a taqsim 9, n2 imiz a taqsim 6. Ana endi ishlaymiz o'quvchilar. A teng n1 plus n2 bu deganimiz a taqsim 9 qo'shilgan a taqsim 6 ko'paytirilgan t. Ana a'lar ketdi bu. 1 teng ikkalasiga umumiy maxraj 18. Buni 2 ga, bunisini esa 3 ga ko'paytiramiz. Natijada tepada 5 ko'paytirilgan t
t'ni topadigan bo'lsak, o'quvchilar 18 5 ga bo'lish kerak. 18 taqsim 5. Buni natijasi o'quvchilar 3/6. Ya'ni nima ekan? 3/6 kunga yetar ekan. Savol bormi o'quvchilar bu bo'yicha? Demak, mana bularni qanday qo'yganimizni hamma tushundimi? Yaxshi, tushungan bo'lsak, keyingi misolga o'tamiz o'quvchilar. Demak, hozir sizlar bilan 24 ni ko'rdik. Ana endi 30-siga qaranglar. Ra'no ishning 1/2 qismini 4 soatda tugatdi. Keyin Nodira yordamga keldi. Qolgan ishni ular birga 2 soatda tugatishdi. Nodiraning o'zi butun ishni necha soatda bajara oladi? Qaraylik, 30 ni birgalikda ko'rib chiqamiz. 30-si. Demak, Ra'no ishning 1/2 qismini 4 soatda tugatdi. Demak, A taqsim 2 teng n Ra'noni quvvati bo'yicha qanchada tugatibdi? 4 soatda. Ana. Hamma tushunda, yarim ishni Ra'noni o'zi 4 soatda tugatdi. Ana undan keyin yana yarim ish qoldi va bunga n Ra'noga qo'shimcha ravishda dugonasi kelyapti, Nodira kelyapti o'quvchilar. N Nodira kelyapti. Va bular birgalikda ish qilgani uchun 2 ga ko'paytiryapti. E'tibor bergan bo'lsak, bu yerda o'quvchilar nima bo'lyapti? Bu bunga qarash boryapti. Bu bunga plus bo'lyapti. Nimasi plus bo'lyapti desangiz, bu bunga yordam beryapti. Agar bunga minus ish qilganda ayirib tashlaydi. Bizga plus ish bo'lgani uchun qo'shyapmiz. Misol uchun mana aytaylik, siz narsa ekyapsizda, orqangizdan ukangizmi, jiyaningizmi nima qilib ketyapti? Kovlab ketyapti. Unda siz ish unumdorligingiz pasaytiradi, unda siz ayirishingizga to'g'ri keladi. Hozir bu yerda plus qo'shilyapti. Ya'ni qarashgani uchun, bizning foydamizga bo'lganligi uchun. Agar zararimizga bo'lsa, ayiramiz. Demak, o'quvchilar, endi nima qilamiz? Bu yerda o'quvchilar bizga savol beryapti. Nodirani o'zi butun ishni necha soatda bajara oladi? Demak, Nodira qolish kerak. Mana uni yo'qotish kerak. Demak, o'quvchilar, A taqsim 2 ni o'rniga mana uni qo'yaylikda, n r bilan n endi ikkovini bir-biriga bog'lab olaylik. Qarang. Yoki bo'lmasa, masalan, buni baqa o'tkazib yuborib turib, n r ni o'rniga qo'yib yuborsak ham bo'ladi. Qarang. N Ra'noni topib olamiz. Topish uchun 4 ga bo'lib yuborsak, A taqsim o'quvchilar 8 bo'lib qoladi. Ana endi mana unda ham 2 ga baqa bo'lib yuborsam, A taqsim 4 bo'lib qoladi. Teng n Ra'noni o'rniga mana uni qo'yyapman. A taqsim 8 qo'shilgan nima? N Nargizamiz o'shaydi. Nodira. Demak, buni topish uchun monundan buni ayiramiz. Xo'p, demak, n topish uchun bundan buni ayirsam, bunga 2 ni ko'paytirib yuboraman. Bitta aytishsam, A taqsim 8. Ana endi A ni topishsam, o'quvchilar 8 ko'paytirilgan n Nodira. Bu degan ma'no, bu ifoda nimani beradi o'quvchilar? Qaradik. Bu ifodamiz o'quvchilar aytayaptiki, Nodira o'zi butun ishni necha soatda tugatadi? Formulamiz nima edi? N ko'paytirilgan t midi? Mana u n mi? Mana bu nima ekan demak? T. Demak, t ni qiymati qancha ekan? 8. Nodira qanchada tugatar ekan? 8 soat. Bu bo'yicha savol bormi? Yaxshi. Savolimiz bo'lmasa, keyingisiga o'tamiz o'quvchilar. Demak, keyingi misol 33. Dilshoda 60 ta rasmdan 20 tasini ramkaga 2 soatda joylashtirdi. Keyin Nodira yordamga keldi. Ular keyin 20 tasini 1 soatda joylashtirdi. So'ng Jamila kelib ularga qo'shildi. Uchalasi qolganini 30 daqiqada joylashtirdi. Bu ham bunga o'xshagan ekan. To'g'rimi? Bunda teng bo'lib mana A ni o'zi emas, bu yerda nechtaligi ham bor ekan. Bu o'quvchilar bundan ham kerak bo'lsa oson kelib chiqadi. Keyingi misolga o'tdik o'quvchilar. Keyingisi o'quvchilar kichkinagina bo'limcha qilib beryapti. Hovuz masalalari. Hovuz degani nima degani? Bitta kranda suv chiqib turadi, bitta kranda chiqarib tashlaydi, bitta kranda tushadi, bitta kranda chiqaradi. Ana shunaqangi misol masalalarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Qarang. 36. Birinchi quvur hovuzni 6 soatda, ikkinchi quvur esa 9 soatda to'ldiradi. Ikkala quvur birgalikda ochilsa, hovuz necha soatda to'ldiradi? Bu mana boshidagimizga o'xshar ekan. To'g'rimi? Bunda ham mana quvvatlar nima qilinyapti bir-biriga? Qo'shilyapti. Bunda ham xuddi shunaqa ekan. Xo'sh, 39. Birinchi quvur hovuzni 8 soatda, ikkinchisi esa 12 soatda to'ldira oladi. Agar ular har 1 soat navbat bilan ishlasa, hovuz necha soatda to'ladi? Ana bunisi qiziq ekan. Demak, biz
2 soatligini olib turib ishlasak ham bo'laverar ekan. 39 qaradik. Demak, birinchi quvur hovuzni 8 soatda to'ldiradi. Demak, A teng o'quvchilar 8 ta N1. A teng ikkinchisini yozyapman. Ikkinchisi 12 soatda to'ldiradi. 12 N2 deylik, mana uni N1 deb qo'yaylik. Demak, birinchisi va ikkinchisi shunday ekan. Agar ular har 1 soatda navbat bilan ishlasa, bu degani nima degani? 1 soat bunisi ishlaydi, 1 soat bunisi ishlaydi. Demak, o'quvchilar ikkalasi biz birinchi topib olaylik. Ikkalasi agar baravar ishlaganda qanchada ishlaydi? Ya'ni qanchada to'ldiradi? Uni topib olamiz. Topish uchun nima ish qilamiz? A teng N1 qo'shilgan N2 ni T ga ko'paytiramiz. O'zi aslida bitta formula bor o'quvchilar. 1 taqsim mana T ni topadigan bo'lsak, mana 1 taqsim T1, T ni topadigan bo'lsak, 1 taqsim T1 qo'shilgan 1 taqsim T2 degan formula bor. Bu qayerdan kelib chiqqan deydigan bo'lsangiz, hozir sizga tushuntirib beraman o'quvchilar. Demak, qarang. Mana bu T ni o'quvchilar topishimiz uchun mana bularning o'rniga hozir biz nimalarni N1 bilan N2 ni olib kelamiz. To'g'rimi? Qaranglar mana. A taqsim T ni baqa o'tkazib yuboraman. Demak, endi mana uni o'rniga qo'yaman. Nimani qo'yaman? A taqsim 8 ni. Buni o'rniga nimani qo'yaman? A taqsim 12 ni. Mana A qisqarib ketadimi? Natijada bundan nima ko'rinib qoladi? 1 taqsim T teng bo'ladi 1 taqsim 8 ga qo'shilgan 1 taqsim 12 ga. Mana bu formula bor o'quvchilar, lekin bu formula har doim esingizda qolmaydi-da. Shuning uchun chiqarish yo'lini bilib olsangiz, bu formulaga yodlab olishingizdan shart bo'lmay qoladi. Qayerdan kelib chiqqanini bilib olsangiz bo'ldi. Demak, endi ikkalasiga umumiy mahraj o'quvchilar 24 bo'ladi. 24 bo'lish uchun buni 3 ga, buni esa 2 ga. Javob 5 bo'ladi. Ana endi T ni topadigan bo'lsak o'quvchilar 24 taqsim 5 bo'ladi. Ana endi sizlar bilan o'quvchilar mulohaza qilamiz. Qanday mulohaza desiz? Endi mana bu ketgan vaqtni o'quvchilar teng 2 ga nima qilish kerak? Ko'paytiramizmi, bo'lamizmi? Nima deb o'ylaysizlar? Qaranglar. Sizlar bilan bitta narsa ko'raylik. Masalan, mana bu ham harakat qilyapti, bu ham harakat qilyapti. Ikkalasi birgalikda harakat qilib chiqyapti. Ana endi o'quvchilar bittasi 1 soat ishlayapti, bittasi keyingi 1 soat ishlayapti. Yana 1 soat, yana 1 soat. Demak, bular 2 marta nima qilar ekan? Kech qolar ekan. Demak, shuning uchun mana bu chiqqan sonni 2 ga nima qilib qo'yishimiz kerak? Ko'paytirib qo'yishimiz kerak. Demak, o'quvchilar 24 taqsim 5 ni ko'paytiramiz nechiga? 2 ga. Demak, bu 48 taqsim 5 bo'ladi. Bu bo'yicha savol bormi o'quvchilar? Yaxshi, savolimiz bo'lmasa, keyingi misolga o'tamiz. Keyingi misol, hovuzni to'ldiruvchi ikkita quvur mos ravishda 7 va 8 soatda to'ldira oladi. Agar 3 soatdan keyin birinchi quvur ishda yopilsa, hovuz necha soat to'ladi? Bu ham juda oson. 3 soat ikkalasini birgalikda ishlatib turib, keyin qolganini bo'sh joyga nisbatan narigisini hisob qo'yamiz. Xo'sh, mana mashitlarda adashmasam shunaqa misollar bor edi. Bittasi to'ldiradi, ikkinchisi bo'shatadi. Xo'p, 47 qaraylikchi. Bir quvur hovuzni 12 soatda to'ldiradi. 4 soat ishlagandan keyin uning quvvati 2 barobar oshdi. Yana 3 soatdan keyin esa uning quvvati yana 1,5 barobar oshdi. Hovuz jami necha soatda to'ladi deb qo'ydi. Xo'p, o'quvchilar 47-misolni ko'rib chiqamiz. Xo'p, agar narigi men aytgan misoldan bo'lmasa. Ko'rib chiqinglarchi? Unisidan menimcha bermabdi yoki men ko'rmayapmanmi? Hozir buni birgalikda ishlab chiqqanimizda chiqib qoladi, o'shanaqangisini ko'ramiz. O'sha joyda mayda farq qiladi xolos. Qo'shish o'rniga nima qilib ketamiz bitta? Ayirib ketamiz xolos. Shu farq qiladigan joyda. Demak, 47 ni ko'raveramiz o'quvchilar. Qaraylik. Demak, bir quvur hovuzni 12 soatda to'ldiradi. Demak, A teng o'quvchilar 12 ko'paytirilgan N1. Endi 4 soat ishlagandan keyin, demak, u 4 soat ishlabdi. Demak, 4 ta N1 bo'ldi. Ha? Keyin uning quvvati x2 barobar oshdi deyapti. Demak, quvvati mana 2 barobar oshibdi. Demak, bu birinchi holatda N1 turgan edi. Mana N1 turgan edi. Endi ikkinchi holatda o'quvchilar 2 barobar oshgan bo'lsa, 2 ta N1 bo'lib qoladi. Ana endi 2 barobar oshdi. Yana 3 soatdan keyin yana 3 soat ishlabdi o'quvchilar. Endi bunga yana nima? Yana bu ishda hozir qandaydir bir ishni qismi bunga qo'shishimiz kerak. Endi yana 3 soat ishlabdi. Demak, 6 ta N1 bo'ladi endi bu.
Ana endi uning quvvati yana 1,5 barobar oshdi. Endi 3-chi jarayonni 1,5 barobar, mana buni 1,5 ga ko'paytirish kerak. Demak, 1,5 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bu 3 ta n1 bo'lib qoladimi? Oshdi. Hovuz jami necha soatda to'ladi deb qo'yibdi. Demak, mana bu birinchi jarayonda qancha ishladi bu? 4 soat ishladi. Mana bu jarayonda 3 soat ishladi o'quvchilar. Ana endi jami to'lish uchun 12 ta n1 bo'lishi kerakmidi? Bular necha bo'lyapti? 4 ga buni qo'shib olsangiz 10 bo'lyaptimi? Demak, bizga 2 kerak. Mana bu yerda bu 1 soat ishlasa ham 3 bo'lib qolyapti. Demak, bu 1 soatdan nimaroq? Kamroq. Endi o'ylab ko'raylik. 1 soatda 3 ta bo'lak bo'ladigan bo'lsa, endi bizga 2 ta kerak. Bu degani 40 minut deganimi? Demak, o'quvchilar bu yerda 4 qo'shilgan 3 bo'ladi. Demak, bu 7 soat. Demak, 7 soat u 40 minut bo'ladi. Kim tushunmadi mana bu 40 minut qayerdan kelib chiqqanini? Hamma tushundimi? Bizga mana bu yerda qo'shiladigan son 2 ta n1 kerak. 2 ta n1 ni qayerdan olamiz? Mana bundan olamiz. Bundan olsak, agar bitta 1 soat ishlatgan taqdirimizda 3 ta n1 bo'lib qolyapti. Bizga uning uchun aytaylik, 1 soat emas, 1 soatni 3 ta bo'lakka bo'lib olyapmiz. 20 qilib. Har bir bo'lagida n1 quvvatdan ishlayapti deymiz. Demak, biz 2 tasini olishimiz kerak. Demak, 2 tasiniki o'quvchilar 40 chiqdi. Shuning uchun demak bu 7 soat u 40 minutda. Mana bu yerda 4, mana bu yerdagi 3 qayerdan kelib chiqqanini hamma tushunib yetdimi? Nimaga bu yerda 6 turib uydomlar 3 olyapsiz deyishingiz mumkin, lekin bu quvvat oshyapti-da. 3 soat ishlagani bilan faqat 2 barobar tez harakat qilyapti. Demak, qilinay turgan natija ham 2 barobar tez chiqadi. Ya'ni 2 barobar yuqori bo'ladi. Xo'p, o'quvchilar, bu so'nggi misolimiz ekan. Ishga doir masalalarni tushunib oldikmi o'quvchilar? Yaxshi, tushungan bo'lsak, vazifa deb yozamiz. Vazifa o'quvchilar mustaqil ishlash uchun topshiriqlar. Xudo xohlasa o'quvchilar, bu misollarda muammo bo'lmasligi kerak, chunki o'sha bitta formula keyin sizni chalg'itadigan qo'shish bo'lib qoladi mana bu yer, yoki ayirish, yoki masalan ikkita jichcha o'tgandan keyin 3 ta bo'lib qolishi mumkin. Shu narsani mantig'ini chaqib olsangiz, shuni ideologiyasiga tushunib olsangiz, ag'in muammo bo'lmaydi. O'quvchilar, mavzu bo'yicha savol bormi? Yaxshi, savollarimiz bo'lsa mavzumizni yakunlaymiz.